Anqara jangi. Ikki buyuk hukmdor to'qnashuvi. Tarixda shunday lahzalar bo'ladiki, ular shunchaki bir jang emas, balki butun imperiyaning taqdirini o'zgartiradi. 1402-yilda Anqaraning issiq yerlarida ikki buyuk hukmdor yuzma-yuz keldi. Amir Temur va Yildirim Boyazid. Xo'sh, bu jang haqiqatan ham muqarrar edimi yoki noto'g'ri qarorlarning natijasimi? Eng muhimi esa, bu jang Usmoniylar davlatini qanday qilib deyarli yo'q bo'lish yoqasiga olib keldi. Endi sizni tarixdagi eng dramatik to'qnashuvlardan biriga olib boraman. Yildirim Bayazid tezkor, qat'iyatli va qattiqqo'l hukmdor edi. U qisqa vaqt ichida Anadoludagi beyliklarni o'z tasarrufiga olib, kuchli davlat barpo etdi. Ammo bu tez o'sish unga dushman ham olib keldi. Boshqa tomondan Amir Temur nafaqat sarkarda, balki buyuk strateg ham edi. U Markaziy Osiyodan boshlab ulkan imperiya barpo qilgandi. Uning maqsadi qadimgi imperiyani qayta tiklash edi. Muammo shundaki, Anadoluda endi ikkita katta kuch bir-biriga yaqinlashib qolgandi. Temur Bayazidning hududlaridan qochib kelgan beylik hukmdorlarini himoya qilardi. Bayazid esa Temurning hokimiyatini tan olishni istamas edi. Ular o'rtasida keskin maktublar almashuvi boshlandi. Bu maktublarda oddiy so'z emas, ochiqchasiga chaqiriqlar, urushga chaqiriqlar bor edi. Jang endi muqarrar bo'lib qoldi. 1402-yil yoz. Ikki qo'shin Anqara yaqinida Chubuk Ovada qarshi-qarshiga turardi. Bayazidning qo'shinlari juda kuchli, ammo charchagan edi. Ular uzoq yo'l bosib kelishgan. Suv yetishmovchiligi esa katta muammo edi. Temur esa jang maydonini oldindan rejalashtirgandi. Suv manbalarini nazoratga olgan, qo'shinini ham dam oldirgandi. Jang boshlanganida hammasi Usmoniylar foydasiga ketayotgandek tuyuldi. Ammo ko'p o'tmay kutilmagan voqea yuz berdi. Usmonli qo'shinidagi ayrim Anadolu beylik askarlari tomonini o'zgartirdi. Bu xiyonat jang taqdirini bir zumga o'zgartirdi. Yildirim Bayazid jang maydonini tark etmadi. U oxirigacha kurashdi. Ammo endi u yolg'iz edi. Qo'shini tarqaldi, muvozanat butunlay buzildi va nihoyat Usmonli tarixidagi eng dramatik voqealardan biri yuz berdi. Bayazid asirga tushdi. Bu sulton jang maydonida qo'lga olindi. Anqara jangi shunchaki mag'lubiyat emas edi. Bu Usmonli davlati uchun katta burilish nuqtasi bo'ldi. Bayazidning asir tushishi bilan davlat boshqaruvi izdan chiqdi. Shahzodalar o'rtasida taxt uchun kurash boshlandi. Bu davr Fetrat davri deb ham nomlanadi. Ya'ni davlat boshqaruvsiz qolgan, tartib buzilgan, alg'ovli-dalg'ovli yillar. Usmonli davlati deyarli parchalanish yoqasiga keldi. Ammo tarix bizga shuni ko'rsatadiki, buyuk davlatlar ba'zan qulamaydi, faqat sinovdan o'tadi. Anqara jangi Usmoniylar uchun yakun emas, balki og'ir sinov edi. Va ular bu sinovdan yillar o'tib yana kuchliroq bo'lib chiqdi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Agar o'sha kuni Anqarada natija boshqacha bo'lganda, dunyo tarixi qanday o'zgargan bo'lar edi? Agar Amir Temur u jangda mag'lub bo'lsa edi, bizning O'zbekiston tariximiz qanday yozilardi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va tarixning eng muhim lahzalarini birga o'rganish uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang.